Odamzod eng ko'p xarid qiladigan top-V kvartsiy toshlar. Birinchi o'rinda bu tomirli kvartsiy toshlarimiz hisoblanadi. Tomirli kvartsiy toshlarimiz 2025-yilning hisobiga eng ko'p xarid qilingan kvartsiy toshlarimiz ro'yxatdan joy olgan kvartsiy tosh hisoblanadi. Aynan tomirli kvartsiy toshlarimiz agarda sizning oshxonangiz minimalizm yoki neoklassika turdagi oshxona bo'ladigan bo'lsa, aynan sizning oshxonangiz uchun juda ham chiroyli turadigan dizayndagi kvartsiy tosh hisoblanadi. Ikkinchi o'rindagi kvartsiy toshlarimiz esa qora rangni birday sevuvchi insonlar uchun va noziklikni sevuvchi insonlar uchun juda ham mos bo'lgan kvartsiy toshlarimizdan biri qora tomirli kvartsiy toshlarimiz va qora обычный klassik turdagi kvartsiy toshlarimiz. Aynan bunday kvartsiy toshlarimiz ham 2025-yilning hisobiga asosan resepsionlar, restoranlar va biznes sentrlar uchun eng ko'p ishlatilgan maxsus kvartsiy toshlarimizdan hisoblanadi. Va 3-o'rindagi kvartsiy toshlarimiz esa hamma birday sevuvchi klassik dizayndagi kvartsiy toshlarimiz. Klassik dizayndagi kvartsiy toshlarimizning afzalliklari shundaki, agarda sizning oshxonangiz minimalizm yoki neoklassika farqi yo'q, har qanday turdagi oshxona uchun birday chiroyli turadigan kvartsiy toshlarimiz hisoblanadi. Agarda siz ham oshxona remontlarini boshlagan bo'lsangiz va sifatli hamyonbop kvartsiy toshlarni qayerdan topishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Biz o'zimiz sizlarga hamyonbop va sifatli turdagi kvartsiy toshlarni taklif qilib qolamiz.